O'zbekiston qahramonlari bilan sizlarni tanishtiraman. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib olib, videoni oxirigacha tomosha qiling. O'zbekiston amputantlar futbol terma jamoasi 2026-yil Kosta-Rikada bo'ladigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Xo'sh, bu yo'llanma qanday qo'lga kiritildi? Amputantlarimiz Indoneziya maydonlarida bo'layotgan saralashda Osiyo Kubogida Yaman darvozasiga 13 ta, Malayziya darvozasiga esa 11 ta javobsiz gol kiritishdi. Bangladesh musobaqada ishtirok etmayotgani uchun bizga texnik g'alaba yozilgan va 9 ochko bilan muddatdan avval musobaqaga yo'llanmani qo'lga kiritdik jahon chempionatiga va hali guruhimizda Yaponiya ham bor. O'yinda ham albatta futbolchilarimizdan g'alaba kutamiz, ammo asosiysi muddatdan avval musobaqaga yo'llanmani qo'lga kiritganimiz. Eslatib o'taman, bu futbolchilarimiz dunyoda tengsizdir. Sababi ular 5 ta oltin, 1 ta kumush va 2 ta bronza medaliga ega chiqishgan. Ikkinchi o'rindagi Rossiyada 4 ta chempionlik bo'lsa, 3-o'rindagi Braziliya, Angliya va Salvador terma jamoalarida 3 tadan jahon chempionligi bor. Haqiqiy qahramonlar. Respekt.